kecha olgan kollagenimni kechqurun vaqtim bo'lmadi ishga. O'radigan kechqurun qo'lim chiqib qoldi, yoqib chiqib ketib qoldim. Endi bugun testировать qilaman yangi kollagenni, olchali tam. Mazasini ko'ramiz. O'zi oldin kollagenimiz bor edi, olchali kollagenimiz bor edi. Ko'pchilik o'shanga o'xshaydi ta'mi deb deyishdi. Chikanlar ko'ramiz qanaqa ekan mazasi. Lekin menga ko'proq o'sha olcha tamligi yoqardi. Qo'mi oxiri qolganda ham eski kollagendan ko'proq qo'ygan edim. Yangi kollagenimizni nimasi yoqdi? Peptidni bo'lib chiqqanligi. Sababi bu 12 soatda o'zining действиясini ko'rsatib beradi. Hozir bu olchaligi ham peptidli kollagen, olchali kollagen, bez sahari organizmga tushgandan keyin o'sha sразу o'zini действиясini ko'rsatadi. Uni masalan разжиживаться qilishi, organizmni surilishi hojati yo'q, sразу действияsi